Ani kimdir sport tushunadi, kimdir sport tushunmaydi. MMA ishlar bitta kirganda buni kimlarni yutgan? Bu Warriors, UFC Warriors chempionlarni yutgan, Brave chempionlarni urgan, Ares yutgan. Bu borku topoviy boyaydi. Ani prямом смысле hozir xafa bo'lish mumkin kimdirlar. Aravakash olib chiqib urganim yo'q, ishoninglar. Oldingi raqibimdan bu 10 barobar kuchli bo'ladi. Men prosta o'zimga o'zim va'da berdimki, hozir kuchli bo'lani urmasam, nima qilib yuraman sportda? Qachongacha u ko'chadan olib kelib turib kimdir bam uradi. 1 million podpisчики bor, qarasa hamma yo'q sponsor, dunyoning chempionida, ringga olib chiqasiz, keyin hamma yo'q men sirkda, xafa bo'lmanglar. Yana kommentariyamga yozmanglar iltimos. Biz unaqa qilib, bilaman sizlar ham oila boqasizlar, biz ham oila boqamiz. Prosta insonlar odamlarni tushunishni o'rganinglar, sportga qiziqib, kim qanaqa kuchli bo'lani urdi, kimni yutdi. Nafaqat meni boshqa Libubayni ko'ringlar, kimni yutdi. Aravakash olib kelibdi, mana 30 sekund uxlatib qo'yib 50 gol qilishim mumkin. Nima foydasi bor? Undan ko'ra kuchli bo'lani urishaman, qiynalaman, nimadir qilaman, yig'layman, uraman, yiqilaman, turaman. Babo tepaga chiqaman-da. O'zimni glubini dushi uyga bor yostiqqa yotganda o'zim aldolmayman. Kim yutganimni o'zim bilaman, yostiqqa boshimni qo'yganimda o'zim aldolmayman. Bolalarni aldashim mumkin ko'chadagilarni. Lekin o'zimni aldolmayman. Shuning uchun o'zimni aldamasligim uchun eng kuchli bolani tanladim.